dostlar, biz hem sizden aytib atırgan uyimizin adresi Turецкий лицейдің қарама-қарсысы 12-ші адом. Осы жолда туырлап барасыз. Aziz dostlar, mene шеп қапталымызда бірінші подъездге кіреміз. Осы подъездің 5-ші этажына көтерілеміз. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bizlar sizlarga ajoyib bo'lgan joylarimizni ko'rsatamiz. Joylarda kirgan kezinde dalizni e'tibor beramiz. Mana dalizimiz bunday moshni cho'tki ahvolda turibdi. Yaxshi ko'rinishlari moshni toza ahvolda turibdi. Joyimiz ya'ni aytganda 3 kompdan iborat. Birinchi kompa mana. Birinchi kompimiz hozir moshni ahvolda turibdi. Joylarimiz toza. Mana devorlarimiz gipsa kardondan iborat. Jo'xorilarda gipsa kardondan iborat. Mana. Bu joyimiz 5-chi etajda joylashgan. Mana bu 2-chi bölmesi. 2-chi bölmesi ya'ni aytganda zalimiz. Zalimizning devorlari gipsa kardon hamda jo'xorisidagi patologlarimiz ham gipsa kardondan iborat. Kondyorlari polniy yaxshi ishlab turibdi. Mana. O'lim aytganda joyimiz toza ahvolda. Mana hozir sizga 3-chi bölmeni ko'rsataman. Mana 3-chi bölmemiz. Mana 3-chi mana 3-chi nemiz xonamiz bo'ladi. 3-chi xonamiz moshning taptoza ahvolda turibdi. Bular devorlarimiz gipsa kardondan, jo'g'orisi patologlarimiz ham gipsa kardondan iborat. Hamma uyning hamma sloviyalari bor. Remont yo'q. Bu yoqda tualetni bu nelerimiz, xonalarimiz отдельно. Mana yoqda banyalarimiz отдельно. Hamda sizga qo'shimcha ретінде kuxnyamiz turibdi bu yoqda. Kuxnyalarimiz ham moshni ahvolda turibdi. Bu yoqda balkonlarimiz bor. Balkonlarimiz ham keng. Shay ichib o'tiradigan yer. Bu joyimizning bag'asi bar yo'g'i 310 million so'm. Iloji bo'lsa bizning kanaldan ko'rib kelganlarga arzalov qaytadi. Arzalov aytganda 300 million so'mga berib jeraman deydi. Iloji bo'lsa tezroq kelsangizda 300 million so'mga olib qolуга bo'ladi. Төмен жағына telefon nomerlarini tashlab o'tib ketaman. Shu telefon nomerlariga xabarlashib so'rab ko'ra bersangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, so'menan bugungi ko'rsatuvimizni jumoqlaymiz. Xo'sh, sog' salomat bo'linglar. Kelesi ko'rsatuvlarda bundan da yaxshi joylarda hamda shunday joylarda, imoratlarda ko'rsatayotgan bo'lamiz. Joyimiz moshni ahvolda. Ko'rib, kelib ko'rib ola bersangiz bo'ladi.